Erta bilan turaman, nahori nashtayu, nahori nashta. Ha, bir qo'limda lapatka, bir qo'limda ketmoncha. Ha, siz bilmaysiz azizlar, hovlimda ishlarim ashincha, ashincha, ashincha. Anjonchasiga. Assalomu alaykum. Telefonlaringiz qarshisida Alisher Qodirov emas, O'rozov. Yaxshimisiz, hurmatli azizlar? Sog'liqlar yaxshimi? Yaxshi uyg'on oldinglarmi? Kayfiyatlar qanaqa? Bahoriy kayfiyatlar qanaqa? Hamma yoq kundan-kun chiroy ochib, go'zallashib bormoqda, to'g'rimi? Bu go'zallikdan bahra olish kerak. Endi go'zallikdan bahra olish uchun odamni kayfiyati zo'r bo'lishi kerak. Kayfiyat zo'r bo'lish uchun qorin to'q bo'lishi kerak. Qorin to'q bo'lishi uchun borib korzinkadanmi, magazindan borib u narsalar olib kelish kerak. Endi korzinka ham juda bir ajoyib set magazinda, rosa ko'p korzinka degan magazin Toshkentda tiqilyapti. Samarqandda ham bor, Buxoroda ham bor, Vodiyda ham bor, korzinkalar ko'p. Lekin shu korzinkada ba'zi bir xil narsalar odamni hayron qoldirib, bir qandaydir odamni nima qilib qo'yadi-da, kayfiyatini sal xira qilib qo'yadi. Kecha Go'shog'ana kirsam, mayli deb ani qo'y qo'rg'asidan olay deb shu qo'rg'adan berib oling desam, endi u pralabka orqasida turgan u misnikda, u o'sha hali o'zbekchasiga qassob deydi-yu. Xullas chop bering dedi. Shunda go'shtni oldida chopmoqchi bo'ldi. Qo'liga qarasam, qo'lidagi haligi chopolmayapti-da, endi chopolman deb mastavaga bo'ladigan qilib mashincha chop bering, uyda endi to'nka ham yo'q, bolta ham yo'q, sharoit yo'q shu chopishga desam, bo'ldi dedi. Qarasam chopolmayapti. Nimaga desam, qo'lida ani yupqa nimani olgan ekan. Haligi chopqi bo'ladi-yu, bunday yupqa. Go'sht kesadigan yengil narsa-da, u suyakka ursa suyak sakrab ketyapti-da, chunki yengil. Keyin aka, ani o'zingizni qiynayapsiz, ani boltani olmaysizmi desam, bundoq qo'liga qarab turib, menga qarab, bu nima deydi? Bolta bilan chopqini farqiga bormaydi, tavba qildim. U og'irroq, o'sha bolta bo'ladi. Bu chopqi, ya'ni chopishga, mana kesishlarga yaxshi. Siz nima qila olmayapsiz shuni desam, menga aql o'rgatmang, bu dedi. Ha, bo'pti dedim. Bu 10 minut harakat qildi. Suyagini ham boru, ani 40 ta joydan isqib tashladi, urib. Go'shtni ani nima deydi, отбивной qilib tashladi, suyagini urib. Bo'ldi dedim, u go'shtni olib borib men qanaqa nima qilaman, ko'rinishini qarang, dabdala qildingiz-ku, ani uloq ko'pkarida chopilgan uloqdek bo'lib qoldi. Hamma yoq ezilib, ya'ni g'alati bo'lib ketdi. Men boshqa joydan telekom kesib bering, chopmasangiz ham mayli dedim, ikkita o'sha qovurg'asidan kestirib oldim. Endi u ham mayli. Keldimda kassaga olib keldim. Kassaga olib kelsam shuni hisoblamoqchi bo'ldi. Sizda nima bormi dedi, nakopительный bormi, korzinkaniki, karta bormi dedi. Bal yig'adiganmi, bonus yig'adiganmi? Yo'q, unaqa yo'q. Shuni hech ochtirmagan ekanman. Qanaqa ochsa bo'ladi desam, hozir ochib beradi sizga dedi. Nimani chaqirdi? Menejermish turgan ekan. Bularga ochib yuboringlar dedi. Xo'p dedi, menga qarab. Nima qildi? Dedim, bu dedim, yaxshi keling. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz? Bo'ldi, hozir ochib beramiz akajon deb shu deyishga sal charchadi bu bolani nimasi. Menimcha charchagan bo'lsa kerak, shunga erindi. Dedimda, bundoq qiluvdi. Shu yaxshi degani bo'lsa kerak deb oldiga bordim. Oldida turibman endi. Menga bundoq qarab, familiya, ism, telefon raqam. Xo'sh, endi bu dalillar bizga kerak. Tushundingizmi? Deb men endi xuddi o'zim meni tergov berayotgan odam bo'ladi-yu, tavba qildim, meni bir ayb ish qo'ygan odamdek o'zimni his qildim-da. Men aytdim, uka dedim, meni kechirasiz, yoshingiz nechida desam, 23 ta deydi. Menga qara, meni bolam tengi ekansan, nima bu, qani bir xushmuomalalikmi, bir muloyimlikmi, shunaqa narsalar bo'lmaydimi bu xizmat ko'rsatish sohasidagilar, shunaqa emasmi desam, men sizga yomon gapirdimmi? Noto'g'ri gapirdimmi
deydi. Yo'q uka, qo'y mayli o'zingga urinib qolasan hozir. Men sen qochib qolishi ham mumkin. Qo'y dedim. O'zingni ko'p urintirma. Bo'ldi, men ketdim dedim-da, shartta chiqib keta qoldim. Mana sizga korzinka. Shu kirib nimaga hayronman-da, shuni bizda shu narsani qilish qiyinmi yo bir o'zimizda bir kibr kuchlimi hayronman shu. Yo anu bir rosa erinchoqmizmi, qiyin emas-ku. Misol uchun assalomu alaykum aka, yaxshi kelibsiz, xush kelibsiz. Men sizga qanday yordam berishim mumkin? Nima yordam berib yuboring, keling. Mana bunaqa deb turib, bundoq bir muloyimlik. Misol uchun mana bu karslarda вообще zo'r nimalari bor. Qarang, magazinlarga endi buning uchun albatta Koreyaga borish shart emas. Internetlarda ham, boshqa joylarda ham videolar, nimalar tiqilyapti. Magazinlarga kirsangiz, "Ni хасио, асео, то, она 감사합니다. Nimo soyotini qilasiyo, soyo, deb bundoq kutib olishadi. Bizda ozgina bir samimiy jilmayib qo'yish uchun ham shu bitta joyimiz kamayib, o'pirilib ketamikin? Nimaga shu narsalar qilinmaydi bizda? Mana zapravkalarga kiramiz, bir nimani gapirsangiz yoqmaydi. Salomga alik olmaydi. Bundoq kichkina akoshkachasi bor, kirib ichkariga boshingizni tiqib gapira olmaysiz. Tashqaridan turib gapirasiz. Ovozingiz to'liq yetib bormaydi o'sha. Kichkina mana bunaqa nimachasi bo'lgani uchun, eshikchasi bo'lgani uchun. Salomga alik olmaydi. Karta beraman, kartada to'layman deb, kodini ayting deydi. 1485 desam, aka, shuni 1485 desangiz bo'lmaydimi deydi. Bu nima farqi bor ekan? Hayron bo'ldim. Men misol uchun 1485 desam, oson bosasanu 1485 desam, senga shu og'ir bo'ladimi shu bosish? 1485. Masalan, yo'q, endi qulayroq variantini ko'rib ketirish kerak-da. Yo'q, o'zim men senga вообще aytishim kerak emas dedim men. Senga kodni aytmasam, o'zim menga berishing kerak, apparatini men bunda senga ko'rsatmasdan bosib berishim kerak. Tushundingmi desam, xohlasangiz shunaqa ham bo'laveradi deydi. Yo'q, madaniyat ham, xushmuomalalik ham. Ana sizga korzinka, ana sizga zapravka. Azizlar, bir-birimiz bilan bo'ladigan shu muloqotda xushmuomala, samimiy, muloyim bo'lib qo'yaveraylik, to'g'rimi? Bitta joyimiz kamayib ketmaydi-yu. Alabi